Assalomu alaykum hammaga. Aziz kuzatuvchilar, men 2026-yilda boshida har oy o'z o'tgan oylarni nimalar bilan shug'ullandim, nimalar qildim, nimalarga ulgurdim, qaysi rejalar qo'yganim, qaysilarga erishdim, qaysilarga erisha olmadim, shu haqida video kontent qo'yib bormoqchi edim YouTube'ga. Shuni hozir davom etyapmiz. Yanvar va fevral oyidagi oy hisobotlari chiqqan. Bemalol kanalimda ko'rishingiz mumkin. Mart oyini hisobotini hozirgi videoda o'z fikrlarimni nima qildim, nima qila olmadim shu haqida mart oyini hisobotini qilaman. Xo'sh, mart oyida birinchi o'rinda men videolarni 4 ta kategoriya bo'yicha qilaman. Ya'ni o'zimda kunimni 4 ta qismga bo'lganman. Ya'ni 4 ta ish harakatni bajarishim kerak. Birinchisi universitet, ikkinchisi YouTube, uchinchisi sport va to'rtinchisi bu til o'rganish. Menimcha mart oyida ko'pincha e'tiborimni, diqqatimni til o'rganishga bag'ishladim. Xo'sh, buni video oxirida til o'rganish kategoriyasida aytib o'taman. Xo'sh, birinchisi bu universitet. Universitetda mart oyida semestr imtihonlari yaqinlashayotganligi uchun har bir fandan biz prezentatsiyalar topshiramiz. O'sha prezentatsiya mustaqil ishlarni qilishni boshladim. Ya'ni ikkita fandan mustaqil ish berdim. Ya'ni mustaqil ish tayyorlab, uni doklad qilib berdim va shu qolgan fanlar o'z joyida, o'z normal holatda, o'z holatida ketyapti. 8 dan soat 1-2 gacha universitetda bo'lyapman. Universitetda vazifalarni bajaryapman va o'sha fundamental fanlarni chuqurroq o'rganishga e'tiborimni qaratdim. Ya'ni mart oyida. Xo'sh, ikkinchi kategoriya YouTube va umuman vlog yuritish haqida gaplashamiz. YouTube'da mart oyini, ya'ni birinchi kunida, aynan 1-mart kuni YouTube'ga marafon haqida, ya'ni yarim marafon yugurib o'tganligim haqida video joylaganman. O'sha qanday yugurib o'tdim shu haqida. Bunda meni o'z sherigim bor, kursdoshim bilan birga yugurdim va birinchi yarim marafon masofasini bosib o'tdim. Buni videosini ko'rishingiz mumkin. Video shu 1 oy davomida 1.8k ko'rishlar soni bo'ldi va juda yaxshi ko'rishlar soni bo'ldi. Bu video ham juda kuchli montaj qilinmagan, yaxshi ideya hali qilinmagan, olib chiqilmagan mavzudagi, olib chiqilmagan yo'nalishdagi video bo'ldi. Menimcha tibbiyot yo'nalishida hali ko'rmaganman, eshitmaganman. Marafon uyushtirib, bunaqa kontent joylashganini kimdir, qaysidir talaba. Xo'sh, 1.8k birinchi video uchun. Ikkinchi video Gary V'ni bir videosidagi fikrini o'zim fikrim bo'yicha izohlab berganman, o'z fikrimni bildirganman. Bu video 80+ ko'rishlar soni bo'lgan juda yaxshi natija 1 oy davomida. Keyingi 3-videoyimiz bu fevral oyi hisoboti. Fevral oyida nimalar qilganligim aynan shu videoga o'xshab hisobot tarzida video joylaganman. Bu video esa 60+ ko'rishlar soni bo'lgan. Bu ham juda yaxshi natija. Ya'ni men fevral oyidagi qilgan ishlarim haqida. Xo'sh, 4-video bu mart oyini oxirlarida joylandi YouTube'ga. Bu jismoniy kuch haqida, aynan ko'proq yigit kishilarga taalluqli bo'lgan jismoniy kuch haqida erkakchasiga o'zimni fikrlarimni bildirganman. Nafaqat bu jismoniy kuch, muskullarning ahamiyati, balki uni har tarafdan qarab yondashgandagi o'zimni kuzatuvlarimni, fikrlarimni va hayotda aynan uchraydigan, realniy menga uchragan o'zimni tajribamdan o'tgan fikrlarimni bo'lishib o'tdim. Bu video
250+ ko'rishlar soni bo'ldi. Montaj kuchli bo'lmagan, o'tirgan holatda o'z fikrlarimni bildirib, gapirib o'tganman. Xo'sh, shunday qilib mart oyida 4 ta video YouTube'ga joyladim. Bu degani har haftada bitta video degani, bu juda yaxshi natija bo'ldi. Har haftada bitta video, bir oyda 4 ta video yaxshi. Yana keyingi oylarda harakat qilaman ko'proq videolar chiqarishlikka, shu sifatni saqlagan holatda. Xo'sh, yana blogga keladigan bo'lsak, yana men yuritaman ancha vaqtdan beri Telegram gruppa yuritaman, ya'ni shaxsiy blog. Bu blogda oylik natijalarimni, umuman yangiliklarni va o'z fikrlarimni bo'lishib boraman. Bu Telegram juda qulay platforma, bemalol o'zimni qanaqadir fikr kelganda o'z fikrlarimni bo'lishib borishlikka juda yaxshi platforma. Shunda ochaman va fikrlarimni yozaman. Bunda yozish ko'nikmasi ham oshadi. Chiroyli yozish va fikrlash ko'nikmalari juda yaxshi oshadi yozganda. Ya'ni shuning uchun Telegram blog yuritaman. Ko'rishinglar mumkin, har 2 kunda deyarli blog yozishga, fikrlarimni bildirishga yoki qandaydir kerakli, foydali post qo'yishlikka harakat qilaman. Bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, demak, blog umuman YouTube, Telegram kategoriyasi shu bilan tugadi. Keyingi kategoriyamiz bu sport kategoriyasi. Hozirda men boks, yugurish va world fitnessda umuman og'ir toshlar bilan shug'ullanish va bodybuilding bilan shug'ullanaman o'zim. Ya'ni umuman o'zim shunday qilib oy davomida shug'ullanishga harakat qildim. Boksdan har fitnessga chiqqan paytimda boks mashqlarini qilib, uni har xil YouTube'dan videolar kuzatib, ularni texnikalarini o'rganishlikka harakat qildim. 2-3 ta video ko'rdim, uni harakatlarini qaytarishlikka va uni texnikalarini o'rganishlikka harakat qildim. Umuman raqamlarda gaplashadigan bo'lsak, yugurish bo'yicha 66 kilometr yuguribman. 7 marta yugurishlikka chiqqanman. 7 marta yugurish davomida 66 kilometr yugurganman. Xo'sh, keyingi workout, ya'ni umuman bodybuilding bilan shug'ullanish, fitnessga chiqish yoki uyda tosh ko'tarish bo'yicha 8 marta shu mashqlarni amalga oshirganman. Ya'ni kuniga yarim soatdan 1 soat oralig'ida mana shu tosh ko'tarish, bodybuilding bilan shug'ullandim. Buni sport sohasidagi hammasini birlashtiradigan bo'lsam, ya'ni 7 marta yugurishga chiqish, 8 marta umuman bodybuilding bilan shug'ullanishni birlashtiradigan bo'lsak, bir oyda demak har ish kunni birida men sport bilan shug'ullanganman va o'z sog'lig'imga shunday e'tibor qarata oldim mart oyida. Xo'sh, keyingi kategoriyamiz til o'rganish bo'yicha. Men hozirda nemis tilini o'rganyapman. Xo'sh, nemis tili bo'yicha qanday natijalarga erishdim, qanday o'zgarishlar bo'ldi? Nemis tilida oyda 12 ta dars bo'ladi deb oladigan bo'lsak, shulardan bitta dars qoldirdim. O'zim shaxsiy sabablarimga ko'ra bitta dars qoldirdim. Qolgan darslarda qatnashishga, vazifalarni to'liq bajarishlikka harakat qildim va mart oyida B2 guruhni darslarini, kursni tugatdim va imtihonga tayyorgarlikni boshladim. Ya'ni nemis tilida bu Vorbereitung deyiladi. Vorbereitungni boshladim. Imtihonga tayyorgarlik ko'rishlikni, strukturalarni o'rganishlikni va umuman imtihon materiallaridan foydalanishlikni boshladim. Mart oyidan boshlab. Demak, B2ni tugatdim. Xo'sh, agar umuman nemis tilini siz ham o'rganayotgan bo'lsangiz yoki o'rganmoqchi niyatida bo'lsangiz yoki imtihonga tayyorlanayotgandirsiz balki menga o'xshab, shunday bo'lsa, boyagi aytib o'tgan Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. O'sha kanalda
xudo xolasa yangi bir Telegram kanal ochib, o'sha kanalda reklama qilaman. Linkini jo'natib qo'yaman. O'sha yerdan kirib, yangi kanalga obuna bo'lsangiz, o'sha kanalda imtihonga tayyorgarlikda nimalardan foydalanyapman, qaysi yozish, schreiben, sprechen, Sprachbaustein yoki lesen va boshqa hören kabi mashqlarni qaysi misollar, qaysi mashqlar asosida qilayotganligimni bemalol fayllarni umuman topib, o'sha yerdan eshitib yoki ko'rib, o'qib, o'zingiz ham o'sha yanada kuchliroq rivojlanishlikka, o'sha skilllarni ko'proq ko'tarishlikka, ko'proq mashq qilishlikka yordam beradi. Shu yerga obuna bo'lib qo'ysangiz, men linkini jo'natib qo'yaman va o'rganishingizga yordam beradi degan umiddaman. Xo'sh, mart oyini hisoboti mana shundan iborat bo'ldi. Boya aytib o'tganimdek, mart oyida ko'proq men til o'rganishga e'tibor qaratdim. Chunki darajalarni, grammatikalarni tugatib, men Vorbereitungni, ya'ni imtihonga tayyorgarlikni boshladim. Shunaqa. Boshqa yangiliklarga keladigan bo'lsak, boshqa juda o'zgarishli yangilik bo'lgani yo'q. Yangi kategoriya, yangi skill, yangicha odatlarni hayotimga qo'shmadim. Mana shu odatlarni intizom bilan ushlab turishlikka har kuni, har hafta shu sport bo'lsa sport, YouTube, blog, umuman universitet va til o'rganishni doimo qilib borishlikka harakat qildim. Va shunday o'zgarishlar bo'ldi mart oyida. Menga qiziq, mart oyida siz nimalar qildingiz? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Nimalarga ulgurdingiz, nimalarga ulgura olmadingiz? Shu haqida kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Aytgancha boyagi aytib o'tgan linklarni ham Telegram mana shu video ostiga joylashtirib qo'yaman. O'sha yerda bemalol ko'rib, obuna bo'lib, kuzatib borishinglar mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar. Keyingi video kontentlarda va oy hisobotlarida ko'rishguncha rivojlanishda davom eting. Sog' bo'ling.